Tushda mashina yuvishni ko'rishning ta'birlari. Ichki tozalanish. Siz ruhiy jihatdan yengillik, yangi boshlanish yoki o'z ustingizda ishlashni istayapsiz. Obro'ni tiklash. Mashina odatda inson obro'sining ramzi hisoblanadi. Uni yuvish esa siz jamiyat oldidagi imijingizni yaxshilashni xohlashingizni bildiradi. Muammolardan tozalash. Siz hayotingizda keraksiz yuklardan, salbiy fikrlardan xalos bo'lishga harakat qilyapsiz. Tayyorlanish. Bu tush muhim bir voqea yoki o'zgarish oldidan o'zingizni tayyorlayotganingizni bildiradi. Tush ta'biri bashorat emas, barcha narsani bilguvchi yagona zot Allohdir. Ko'rgan tushlaringiz ta'birini bilmoqchimisiz? Unda kanalimizga obuna bo'ling.